iqtidori yo'q kontentni ko'tarishga, bir duxi yo'q, bir sport qilishga, bir naqasi yo'q, qalbida Alloh yo'q, bir savob qilishga, ihsonlar qilishga, hasharlar qilishga, bir talanti yo'q, bir ijod qilishga, yumor qilishga. Bular birovlarning videolarini kesib olib turib, ani qo'shlar ketib qolgan yibadi o'tli joylarni kesib olib turib, keyin iloji bo'lsa o'tga kimdir, masalan, bloger ismini aytib ketib qolsa, yoki qo'shtirnoq ichida qanaqadir odamni kesatib gapirsa, o'sha odamning rasmini topib, uni imzo qilib yoniga qo'yib qo'yishadi-da, mana bu pidaros, mana bu haqida fikr bildirdi, sizlar nima deysizlar, men sizlarni kommentda kutaman deydi. Keyin kommentda ani jalab sharhlovchilar bor bular. Klaviaturning vandamlar jalab. Ular buzib tashlaydi ular jalab. U javob bo'lgan jalab mana shu ana Li 9 komfortni deyishadi. Ularning uyidagi divan Li 9 dan ham komfortni. Yozib olayotganda mana shu qizga yotib oladida. Mana shu blad shunaqa zo'r yozadi, blad. Ona nima yotib olib gapirsa, ular yotib olib qizlarni ham tashlaydi, vandamni ham tashlaydi, shahtiga ham borib tashlaydi. Kechaga futbolchilar ham zo'r o'ynab tashlaydi. Ular faqat yotib olib qiladi hamma ishni. Telefonda, klaviaturning vandamlar jalab. Bo'yni buzib tashlaydi. Ular siyosatchi, ular futbolist, ular jalab ko'cha hayot, ko'cha sistema. Lekin hayotida ko'targan eng og'ir narsasi qanaqa bo'ladi? Boshqa og'irlik ko'tarmagan ular. Uyg'onadi nimagadir jalab 70 kilo go'sht. Xolodilnikdan bir narsa olmoqchi bo'lib, uydagi ota-onasi olib kelgan produktni xolodilnikka ochib, yo ovqat yeydi o'tdan nimalar jalab. Hech narsa faqat klaviatura. U pidaras, yo'lan MK ko'rinib qopti. Xotir Qodirov otasi kim? Ana ko'rib, qoqilib qopti, suqilib qopti, kaltayib, yutqazib, yutibdi, o'libdi, tirilibdi, u vizit tashlabdi, bu unaqa, bu. Hayot fitna, mana shunaqa. Qarasa jalab 40 ga kirib qolgan. Muhokama qilib o'zini hayotida baraka o'chib ketgan. Faqat qo'shnisining mashinasi, blogerni yutug'ini yoki yutqazishini tahlil qilaverib, g'iybat qilaverib, o'zini o'tib ketdi. Hayoti hech narsaga erishmadi bechara. Menga shularning hayoti jalqi. Birovni yomon ko'rishga energiyasi ketadi-da. Energiya ketadi, kuch ketadi. O'sha kuchini borib o'zini hayotiga mana kunda hammamizda 24 soat vaqt bor bir kunda. 24 soat vaqtni chiroyli qilib tahlil qilsangiz, hammasiga ulgursangiz bo'ladi-da. Yo'q, ular g'iybatga ulguradi. Mazada